Alloh taolo Musa alayhisalomga dedi: "Albatta Alloh sizlarga bir sigirni so'yishni amr qilmoqda. Keyin esa haqiqatni sizlarga oshkor qiladi." Endi ularning payg'ambariga bo'lgan javobini qarang. Ular dedilar: "Bizni sen masxara qilyapsanmi, ey Musa? Ya'ni sen biz ustimizdan kulyapsanmi?" Musa alayhisalom qat'iy javob qildi: "Men johillardan bo'lishdan Allohdan panoh so'rayman, chunki johillar odamlar bilan masxara qilishadi. Men esa payg'ambar va rasulman. Menga Alloh tomonidan vahiy keladi. Qanday qilib sizlarni masxara qilaman?" Bu javobni eshitgach ular dedilar: "Robbingga duo qil. U bizga uni qanday sigir ekanini aniqlab bersin." Go'yoki ular bu qanday sigir o'zi degandek. Holbuki amr ochiq. Sigir, sigir. Musa alayhisalom dedi: "Alloh taolo aytmoqdaki, u na qari, na juda yosh, balki ikkalasi o'rtasidagi sigirdir. Ya'ni qari ham emas, juda ham yosh emas. O'rta yoshda bo'lsin." So'ng dedi: "Sizlarga buyurilgan ishni bajaringlar." Ular chiqib qidirishdi va bu sifatga mos keladigan ko'p sigirlarni topishdi. Lekin yana qaytib kelib dedilar: "Robbingga duo qil. U bizga uni rangi qanday ekanini aytsin." Musa alayhisalom Alloh taolo aytmoqdaki, u yorqin sariq rangli, ko'rganlarni quvontiradigan sigirdir dedilar. Sigirlarga qarasalar bu sifatga ham mos keladigani ko'p edi. Shunda ular dedi: "Sigirlar bizga o'xshash bo'lib ketdi." Eng muhim bir so'zni aytdilar: "Agar Alloh xohlasa, albatta to'g'ri yo'lni topamiz" dedilar. Mana shu yerda ulug' dars bor. Inshaalloh degan kishi muvaffaqiyatga erishadi. Chunki Allohning irodasi hukmron va uni barakasi hozirdir. Shuning uchun Musa alayhisalom Xizr qissasida shunday dedi: "Inshaalloh men sabr qiluvchi holda topasiz." Va Alloh uni sabrli qildi. Agar u inshaalloh demaganida, u bu yo'lni davom ettira olmas edi. Alloh taolo aytadi: "Hech bir narsa haqida ertaga albatta shuni qilaman deb aytma, faqat agar Alloh xohlasa degin."